Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu Mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Bugun milliy sertifikat uchun tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatidan Asrga tatigulik kun asari haqida gaplashamiz. Chingiz Aytmatovning asari. Juda ko'p talabgorlar bu asarning voqealari parallel tushgani, chalkash berilganidan yozg'irishadi, nolishadi. Keling, bugun shu asarni qo'ldan kelgancha sizlarga sharhlab berishga harakat qilaman. Zora mana shu tahlilning kimgadir foydasi tegsa. Videoni boshlashdan oldin Instagram va Telegramdagi sahifalarimizga ham ulanib oling. Bu yerda ham biz berayotgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, Asrga tatigulik kun va shunga o'xshash jahon adabiyoti asarlari, o'zbek adabiyoti asarlarini audio va undan tashqari matnli ko'rinishlarda bemalol o'qib olish uchun mutolaa ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Umid qilamanki, orangizda juda ko'pchilik bu ilovadan foydalanadi allaqachon. Ana shu ilovada Mening tilim promokodi bilan premiumni 20% gacha chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Bu sizga yana qo'shimcha imkoniyatlar beradi. Qolaversa, audio kitoblarni har xil shakllarda eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, premiumda o'qilishi mumkin bo'lgan kitoblarni ham bemalol ana shu obuna bilan o'qiy olasiz. Bu yo'lda esa sizga Mening tilim promokodi 20% lik chegirma taqdim etadi. Qolaversa, YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang, chunki siz agar obuna bo'lsangiz, mana shunday tahlillarni va qolaversa foydali darslarni o'tkazib yubormaysiz. Agar tayyor bo'lsangiz, tahlilni boshlaymiz. Chingiz Aytmatov dunyo miqyosidagi yozuvchi, u jahon adabiyotiga aloqador va jahon adabiyoti sifatida tan olinishi kerak bo'lgan yozuvchi. Nima uchun? Chunki uning yozgan asarlarida ko'tarilayotgan muammolar bir millat yoki bir xalqqa emas, butun insoniyatga aloqador bo'lgan muammolar va tashvishlar. Ular butun dunyo miqyosida o'ylab ko'rilishi, hal etilishi kerak. Ayni shu asarda ham, Asrga tatigulik kun asarida ham ana shunday muammolar ko'tarilgan. Bu muammolar, aytaylik, shu Orol fojiasi yoki insoniyat tomonidan kosmosning o'zlashtirilishi, urush va uning dahshatlari, qatag'on va uning oqibatlari va ana shu voqealarning hammasi insonlar taqdirida naqadar chuqur iz qoldirilishi ayni shu asarda ifoda etilgan, bayon etilgan, muhokama qilingan. Mana shuning o'zi Chingiz Aytmatovning qamrovi qanchalik kengligi, uning asarlarining badiiy qiymati naqadar demak qimmatli ekanligini isbotlay oladi. Xo'sh, nima uchun ayrim talabgorlar uchun asar qiyinlik qilgan yoki ular chalkash deb o'ylashgan asarni? Chunki bu Chingiz Aytmatovning o'ziga xos uslubi. U asardagi voqealarni birin-ketin emas, birdaniga parallel ravishda ifodalashga harakat qiladi va bu voqealarni qaysidir nuqtada tutashtiradi. Siz mana shunda asarning asosiy mantig'i qayerda ekanligini tushunib yetasiz. Asar oddiy temir yo'l ishchisi Edigeyning do'sti Kazangapni vafot etish sahnasi bilan boshlanadi va ayni mana shu voqea qolgan voqealarni bir joyda jamlab berishi mumkin bo'lgan Marjonning ipi vazifasini bajaradi. Qolgan voqealar unga marjondek birin-ketin tizilishadi. Kazangapning o'limi bevosita kosmosning o'zlashtirish muammosiga ulanib ketadi. Eng birinchi tahlilni keling shu masaladan boshlaymiz. Kosmosdagi ikki fazogir maxsus operatsiyani bajarayotgan paytlarida noma'lum To'qaytosh sayyorasini topib olishadi va u sayyoraga sayohat qilishadi. Va shu jarayonda ma'lum bo'ladiki, ular yerliklarga ekologiyani boshqarishda, insoniyat, aholi kengayib ketgan taqdirda ham yerni to'g'ri taqsimlay olishda va insonlarning o'rtacha umr ko'rish yoshini uzaytirishda foydali maslahatlar, yordamlar berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Lekin taqdir taqozosi bilan yerlikdagi bir hovuch amaldorlar o'z kursilarini, o'z mansablarini boy berishdan qo'rqib bu taklifni rad etishadi. Chingiz Aytmatov bu orqali nimani ifodalamoqchi bo'ladi? O'ylashimcha, bu ifoda, bu tasvir bilan yozuvchi butun insoniyatning taqdiri ko'pincha bir hovuch insonlarning qo'lida jamlanishi, ular butun insoniyatning nomidan o'zlarini hukm chiqarishga, qaror qabul qilishga haqli deb o'ylashlarini ko'rsatib bermoqchi bo'ladi. Va bu qanday salbiy oqibatlarga olib keldi? Buning oqibatida yerliklar foydali takliflardan, manfaatli cho'zilgan yordam qo'lidan mahrum bo'lishdi. Ular To'qaytoshliklar bilan aloqa qilishni demak imkonini qo'ldan boy berishdi. Ayni shu voqealarning ro'y berishiga zamin hozirlash uchun qurilgan kosmodrom hududi esa bir insonning umri oxirida qilgan eng so'nggi vasiyatining bajo qilinmay qolishiga olib keldi. Ya'ni bu o'rinda yozuvchi ta'kidlayotgan g'oya
demak butun hukumat insoniyat nomidan hukm chiqarish, ularning demak nomidan qaror qabul qilish vakolati agar bir hovuch insonlarning qo'lida qolib ketar ekan, mana shunday insonlarning demak taqdirida fojiali iz qoldirishi mumkin bo'lgan, og'ir chuqur iz qoldirishi mumkin bo'lgan, ularning armoniga aylanishi mumkin bo'lgan voqealar yer yuzida sodir bo'laveradi. Ana endi qadriyatlar masalasiga to'xtalsak. Asardagi bosh qahramonlardan biri Kazangapning o'g'li Sobitjon yoshligidan internatda ulg'ayadi. Uni u yerda haqiqiy sovet kishisi qilib tarbiyalashga harakat qilishadi. Natija nima bo'ldi? U ulg'aygach, ana shu sovet mafkurasidan tashqari biror bir g'oyani qabul qila olmaydigan, mana shu yo'riqdan, mana shu yo'ldan tashqarida fikrlashdan batamom demak o'zini tortadigan, olib qochadigan, ajdodlarining, ota-bobolarining urf-odatlari, an'analarini pisand qilmaydigan bir insonga aylanib qoldi. Va bu o'rinda sovet tuzumining yoki chetdan insoniyatga majburan demak singdirilayotgan bir mafkuraning inson hayotida qanchalik demak fojiaga sabab bo'lishi oydinlashadi. Chunki siz Sobitjondan asarni o'qish davomida nafratlanishni boshlaysiz. Lekin hech o'ylab ko'rdingizmi, nima shu sizni demak qahramondan nafratlanishga majbur qildi? Bu narsa aynan urf-odatlarning nazar pisand qilinmasligi, ota-bobolarning ruhi hurmat qilinmasligi ayni shu personajni sizning ko'zingizni oldida bir yovuz inson sifatida gavdalantirdi. Har bir xalq, har bir millat o'ziga xos bo'lgan urf-odatlari, o'ziga xos bo'lgan an'analari bilan haqiqiy xalq va millatga aylanadi. Unga chetdan boshqa millat tomonidan singdirilgan urf-odatlar baribir uni o'zligidan chekinishga, o'zi mansub bo'lgan xalqdan ajrab qolishiga sabab bo'laveradi. Oxir-oqibatda Sobitjon qanday insonga aylanib qoldi? U faqat buyruqni bajarishga moslashgan jonzotga aylanib qoldi. Uning bu xususiyatlari o'z onasini o'ldirishgacha borgan Manqurt Jo'lamon obrazini sizga eslatib yuboradi. Va bu afsona ham asarda bezga keltirilmagan, bu parallel ravishda sizga zamonaviy Sobitjonning siymosini yanada tushunarliroq ifodalash uchun asarda keltirilgan. Asar voqealari rivojlanib borar ekan, siz urushning inson taqdirida naqadar chuqur iz qoldirishi mumkinligini ham demak guvohi bo'lasiz. Bir inson urush tufayli o'zining kasbidan, o'z sevimli ishidan ayrildi. Demak bu aynan Edigey obrazi edi. Urushdan qaytgandan keyin o'g'li nobud bo'lganini eshitdi va uning hayotiga Kazangap kirib keldi. Kazangap bilan u demak boshqa hududda ishlab o'ziga yangi hayot boshladi va ayni shu paytda ularning hayotiga urushdan jabr chekkan yana bir personaj Abutolib Quttiboyev oilasi va Abutolibning o'zi kirib keladi va shundan so'ng Abutolib urushdan keyingi qatag'onlar qurboniga aylanadi. Natijada nima bo'ldi? Abutolibning oilasi sarson sargardon bo'ldi. Edigeyning his-tuyg'ulari izdan chiqib ketdi. Abutolib arzimagan aybi tufayli, ya'ni urushda asirga tushganligi uchun shuncha payt urushda shuncha qahramonliklar ko'rsatib kelganiga qaramasdan shuncha payt ta'qib qilindi va oxir-oqibat yo'q qilindi. Bu voqealarning hammasi, ya'ni Edigeyning, Zarifaning, Abutolibning boshiga tushayotgan jam mana shu voqealar o'sha davrda kechgan ommaviy qirg'inlarning kichik namunasi xolos. Yozuvchi o'sha davr dahshatlarini bir nechta oila timsolida yoritib berishga harakat qiladi va bu jarayonda Edigeyning demak his-tuyg'ularini izdan chiqishiga ham alohida e'tibor berish kerak. Uning ichidan o'tayotgan kechinmalarni yozuvchi Raymali og'a afsonasi orqali yanada tushunarliroq qilib tasvirlaydi. Tushunib turganingizdek, asar so'ngida hamma voqealar bir-biriga tutashib, yakuniy nuqtaga keladi. Ya'ni Edigey urushdan keyin yangi hayot boshlamoqchi edi. Abutolibning oilasi uni hayotiga kirib keldi va uni his-tuyg'ulari demak alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Bu o'rtada Abutolibning oilasi parchalanib, demak ko'chib ketishga majbur bo'ldi. Abutolib demak vafot etdi, to'g'rirog'i qatl qilindi desa ham bo'ladi. Zug'um ostida u jon berdi baribir. Kosmosning o'zlashtirilishi oqibatida insoniyatga berilishi mumkin bo'lgan eng demak yuksak taklif, eng manfaatli taklif rad etildi. Bir hovuch demak amaldorlarning istagi tufayli va ana shu jarayonlarni ro'y berishi uchun tashkil qilingan kosmodrom bir odamning eng so'nggi iltimosi, eng so'nggi vasiyati bajo keltirilmay qolib ketishiga olib keldi. Mana ko'rib turganingizdek, hamma voqealar bir-biriga tutashib ketdi va bularning hammasini zamirida nima bor? O'sha davrdagi siyosiy tuzum. O'ylashimcha Chingiz Aytmatov o'sha paytda demak qurilgan qudratli sovet rejimi mana shu muammolarning hammasini
demak asoschisi sababchisi sifatida ko'rsatishga harakat qiladi. Chunki ayni shu rejim tufayli demak Ikkinchi jahon urushi paytida mintaqalar urushga tortildi va ana shu urushdan keyin ko'plab insonlarning taqdiri demak barbod bo'ldi, hayoti shamolga sovurildi. Qanchadan qancha insonlar ta'qib ostiga olindi, qatl qilindi, ularga zug'um o'tkazildi. Ayni shu tuzumning demak kosmosni o'zlashtirish rejasi tufayli bir insonning so'nggi vasiyati bajo keltirilmay qoldi. Ayni shu sovet tuzumi tufayli bir oilaning farzandi, balki butun millatning bir farzandi o'zining urf-odatlarini, qadriyatlarini pisand qilmaydigan, o'zining o'tmishini unutgan zamonaviy manqurt qiyofasiga kirib qoldi. Ko'rib turganingizdek, barcha muammolar aynan bir nuqtada, ya'ni o'sha paytdagi sovet tuzumi g'oyasida birlashadi. Tahlil avvalida aytganimdek, bu muammolarning hammasi birdaniga parallel olib ketilgan va bu Chingiz Aytmatovning o'ziga xos uslubi. Chunki bu uslub ayni shu asarda emas va bundan tashqari Qiyomat asarida ham ko'zga tashlanadi. U yerda ham muammolar parallel tahlil qilinadi va bu yozuvchining hozir aytganimdek o'ziga xos uslubi sifatida qabul qilinishi, hurmat qilinishi kerak va siz ayni shu jihatdan Chingiz Aytmatovni o'zingiz uchun boshqalarga o'xshamaydigan original demak yozish uslubini kashf qilasiz. Bu siz uchun jahon adabiyotidagi o'ziga xos bir tajriba vazifasini o'taydi. O'ylashimcha bugungi tahlil siz uchun foydali bo'ldi. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, unga like bosib, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan tashqari bizni Instagramda va Telegramda ham kuzatib boring. Tahlil haqidagi fikrlaringizni yoki keyingi tahlillarning qaysi mavzuda bo'lishini istashingizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun juda qadrli. Agar bizga qandaydir takliflaringiz bo'lsa, bemalol Instagram sahifamiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Mutolaa ilovasini esa Mening tilim promo kodi bilan 20% gacha chegirma bilan xarid qila olasiz. Keyingi tahlillarda, darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.